nafaqa ehsonni yuragimiz urib turganda, hayot bo'lib turganda qilib olaylik azizlar. Yaxshiliklarni, ezguliklarni hozir qilaylik toki olamdan o'tgunga qadar. Chunki ertaga bizga manfaat beradigan mana shu bizni qilgan amallarimiz, ehsonlarimiz, sadaqalarimiz bo'ladi. Bir xilgilar aytadi, ha falonchi sadaqa qilmasdan ham zo'r yashayapti-ku. Ha falonchi ehson qilmasa ham boy bo'lib yuribdi-ku. Ha, yuraveradi azizlar. Boy ham bo'ladi, baxtli ham bo'ladi, saodatli ham bo'ladi, lekin uning qabri boshqa-da. Mening qabrim boshqa. Uni kitobi boshqa, meni kitobim boshqa. Ertaga meni kitobimni uni qo'liga, uni kitobini menga bermaydi-da Alloh. Har kim o'zini amalini o'zi biladi. Lekin ertaga qiyomatda mana shu zarracha qilgan yaxshiligim menga foyda keltiradi deymiz. Shuning uchun ham imkon borligida azizlar sadaqa qilaylik. Imkon borligida yaxshilik qilaylik, infoq qilaylik. Yaqinlarimizga, ko'yni siniqlarga, ko'ynini ko'tarishga infoq qilishlikdan hech charchamaylik. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu sahobalarning ichida eng badavlati edi. U kishi boy edilar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kim sadaqa qiladi deganlarida u butun molidan yarmini berib yuborgan ekanlar. Shunda nega buncha ko'p sadaqa qilasiz deb so'raganlarda Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Men hech qachon o'limni kutmayman. O'lim meni kutmaydi. Men unga tayyorman" degan ekanlar. Shuning uchun ko'proq ehson qilishimiz kerak. Chunki biz ko'p narsalarni ertaga qoldiramizda. Bugun qilaylik. Ha ertaga qilarman, ertaga beraman, ertaga namozni boshlayman, ertaga u ishni qilaman, ertaga boyib ketsam sadaqa qilaman. Yo'q azizlar. Erta bizniki emas, erta Allohniki. Balkim erta bo'lmas, balkim bugundir oxirgi fursat. Shuning uchun bir qalbi mahzun bo'lib turgan, ehtiyojmand bo'lib turgan odamni ko'ynini ko'tarishni ertaga qo'ymang. Mana shu